Hurmatli chorvadorlar, bilamiz hozirgi kunda juda ham ko'p blogerlar bor. O'sha qo'y yo'nalishida, mol yo'nalishida juda ko'p blogerlar bor. Ulardan ko'pchiligi o'sha Telegram gruppa, Telegram kanal qilib olib turib, 3 mingta, 20 mingta, 10 mingta odam yig'gandan keyin pullik qilib qo'yapti. Yoki da bo'lmasam kimgadir ilanishingiz kerak. Hayvoningizni sotmoqchi bo'lsangiz, o'sha Telegram gruppaga tashlamoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalga yoki-da. Yaxshi ham o'sha Telegramni o'zbeklar, ya'ni aynan o'sha blogerlar yaratmagan. Bunisiga shukr qilishimiz kerak. Yaxshi ham Pavel Durov yaratgan shu Telegramni-da. E'lon tashlab, bemalol tekin foydalaninglar deb ochib qo'ygan imkoniyat, 80%, 90% imkoniyatini ochib qo'ygan, tekin foydalansa odamlar deb. Ana o'shandan ham bizda o'zbeklar gruppasiga odam yig'ilgandan keyin pullik qilib qo'yadi. Kay bu yerda o'sha gruppaga u pul sarflab turib odam yig'ganday. Nimaga shunday men tushunmadim. Mana shu savolga bitta javob berib yuboringlar-da. Ana shundan jahlim chiqdi. Shu uchun Telegram gruppa, Telegram kanal ochganman. Mana bu yerga yozib qo'yaman. Kiringlar. E'lonlaringni birorta chorva gruppasida ana shunday qilib e'lon bera olmaysizlar. Javob. Lekin mana shu gruppa 100 mingta bo'ladimi, 1 millionta bo'ladimi, farqi yo'q. Mana shu video mana shu Instagramda saqlanadi. Agar men bloklasam yoki bo'lmasam pullik qilib qo'ysam, menga shu videoni tashlaylar, ismimni boshqa qo'yaman. Xohlagan ismda aytasizlar, o'sha ismni qo'yib qo'yaman so'ngga. O'tinglar, mana shu gruppada hozirda kanalda 1300 dan ziyod odam yig'ilgan, hammasi aktiv. Bemalol e'lonlaringni beraverasizlar. Chorva yo'nalishida nima bo'lsa e'lon beraveringlar. Tekin e'lon berish ham bot orqali bo'ladi, juda ham chiroyli, juda ham zo'r holatda bo'ladi. Sotilgan bo'lsa, sotildi qilib belgilab qo'yasizlar, bo'ldi, belgilanib turadi. Hech kim unga sizlarga javob yoza olmay qoladi. Mana shunday qilib qo'ydim, bot qilib qo'ydim. O'tinglar, mana shu kanalga va u yerdan gruppamizga o'tib ketsanglar ham bo'ladi. Bemalol e'lon beraveringlar, ochiq.